Bismillahirrohmanirrohim. Aziz kuzatuvchilarimiz, qabr mavzusida lavhamiz bor. Bizni kuzatib boring. Mana bu barcha musulmon bandasi bilish kerak bo'lgan, lozim bo'lgan narsalardan biri. Qabr, ya'ni mana bu kirish ayvonchasi deyiladi bizda. Shu yerda bo'sh, mana shu tarafida. Yüzde albatta qiblaga qaratib qo'yiladi. Ayol shunday uzunlikka bemalol shunday cho'ziladi. Mana shu qabr. Eng qizig'i qabr nima? Qabr bu dunyodagi shu dunyomizning tugashi va oxiratimizning boshlanishi hisoblangan makon hisoblanadi. Qo'lni uzatsa, mana qo'l bo'lish kerak. Ha. Parashiga, parashini ichkariga kirib, bir kishi qo'yadi. Mana shunday qilib mayitni beradi. Bedan ana shunday qilib olib turib, tarasidan o'tkazadi. Shunga joylashtiradi. Yuzni qiblaga qaratib qo'yiladi. Ana shu so'g'in belbovlarni ichiladi, belbovlar ichilib, bir oyoqniki, qo'lniki, mana bosh tomonniki ichilib, bir qism tuproq olib beradi. O'shani bir tomonga qo'yib, chap tomonga qo'yib, qiblaga bet tomonni olib bortiradi. Bizda duo tuproq deyiladi. Ha, duo tuproq, ha. Qabr inson vafot etgandan keyin dafn etiladigan joy. Ya'ni musulmonlarcha aytganda mola gur yotqiziladigan chuqur. Qabr ahkomalari bu inson vafot etgach uni dafn qilish bilan bog'liq shariat qoidalari. Qisqacha har bir musulmon bilishi kerak bo'lgan muhim masalalar. Ya'ni qabr ahkomalari mayitni yuvish, kafanlash, janoza namozi, qabr tayyorlash, mayitni dafn etish, qabr belgilash, mayitni yuvishda, ya'ni g'usl deyiladi. A'zolari ehtiyotlik bilan yuviladi, avrati berkitiladi. Kafanlashda mayit pokiza oq mato bilan kafanlanadi. Erkakka odatda 3 qatlam mato, ayolga esa 5 qatlam. Janoza namozi dafndan oldin o'qiladigan namoz hisoblanadi. Unda ruku va sajda bo'lmaydi. 4 takbir bor.